Yaxshi tender o'tkazishning 7 ta qoidasi. Agar siz ham munosib ta'minotchini topib, pul va vaqtingizni tejamoqchi bo'lsangiz, mana shu 7 qoidani eslab qoling. Birinchi qoida: texnik topshiriqni aniq va batafsil yozing. Ikkinchi qoida: baholash mezonlarini oldindan e'lon qiling. Narx, sifat, tajriba, muddat qaysi biri qanchalik muhim ekanini boshdanoq belgilang. Uchinchi qoida: yetarli raqobatni ta'minlang. Qanchalik ko'p munosib nomzod qatnashsa, tanlov shunchalik sifatli bo'ladi. To'rtinchi qoida: jarayonni shaffof yuritish kerak. Bu ishonchni oshiradi va shikoyatlarni oldini oladi. Beshinchi qoida: manfaatlar to'qnashuvidan saqlaning. Xolislikni eng muhim qadriyat deb belgilang. Oltinchi qoida: muddatlarni real belgilang. Ta'minotchilarga munosib javob berish uchun yetarli vaqt bering. Yettinchi qoida: barcha jarayonni bitta tizimda yuriting. Excel, WhatsApp va elektron pochta o'rtasida yo'qolib qolgan hujjat eng ko'p uchraydigan muammo. Buning oldini olish mumkin. Va aynan shu 7 qoidani amalga oshirish uchun GetBiz yaratilgan. GetBiz bilan tenderlaringizni to'g'ri va manfaatli o'tkazing.